Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz sotuv va savdo haqida bo'ladi. Uni usullari, psixologiyasini tanishib chiqamiz. Birinchi bo'limimiz bu sotuv psixologiyasi. Sotuv bu majburlov emas, sotuv bu muammoni hal qilish bo'lishi kerak. Ya'ni ko'pchilik insonlarda Oriflame, Fiverrlik, tarmoqli marketingda xuddi majburlovday tuyuladi. Sababi insonlar mahsulotlarni boshqalarga yalinib qarzga bo'lsa ham olishga va oling iltimos deb sotganligi uchun xuddi majburlab sotganday tuyuladi. Aslida savdo bu majburlash emas. Agar har bir insonni muammosiga qarab yechim bo'ladigan mahsulotni taklif qilsangiz, bunda savdo maroqli va ikki tarafga ham yoqimli va samarali bo'ladi. Oh my god! Mijozni muammosini tinglaysiz avvalambor, ehtiyojini aniqlaysiz, yechim taklif qilasiz mana shu ehtiyojga, mana shu muammoga va to'g'ri mahsulotni обязательно tavsiya qilasiz. Savdo bo'lsin deb to'g'ri kelmaydigan mahsulotni ham sotilsin deb tavsiya qilmaysiz. Bu sizga keyinchalik savdolaringizda minusga ishlaydi. Va jarayonni kuzatasiz. Ya'ni sotib qo'yib, shu bilan unutib ketmasdan o'sha klientdan har zamonda xabar olasiz. Mahsulot yoqdimi, effekti qanday deb har safar undan odzivlar olib, xabar olib tursangiz, sizga bu klient ertaga yana qaytib keladi va boshqa klientlarni ham olib keladi. Nice. Diagnostika savollari bu sotuvni 70% hisoblanadi. Bu nima degani? Siz savol berasiz, mijoz gapiradi va siz unga yechim taklif qilasiz. Misol uchun, sizni eng ko'p qiynaydigan muammo qanday? Oldin qanday mahsulot ishlatgansiz? Qanchalik tez natija kutyapsiz? Teringizni turi qanaqa? Mana shunaqa savollar bilan siz mijozni gapirtirib, undan javoblar olasiz va shu javoblariga qarab, muammosini aniqlab, uni yechimi bo'ladigan mahsulotlarni, mos keladigan mahsulotlarni unga taklif qilib savdo qilasiz. Xaridorni 4 ta turi bor ekan, o'sha 4 ta turiga qarab siz insonlarga taklif qilishingiz mumkin. Ya'ni 4 ta turini har biriga moslashgan holatda taklif bildirishingiz kerak. Birinchisi bu tez qaror qabul qiladigan xaridorlar. Ularga juda ham ko'p ma'lumotlar kerak emas. Ular tez sotib oladi va qisqa va aniq ma'lumotlar. Muammosi, yechimi, mahsulotni ishlash haqida qisqa va aniq ma'lumotlarni berishingiz kerak bunday insonlarga. Ikkinchi xaridor turi bu tafsilotchi. Bularga ko'p savol berishadi. Bu mahsulot qanday ishlaydi, qanaqa effektlar bergan, tarkibi qanaqa, o'z natijasi, shu narsalarni ko'p savol beradi. Va ilmiy sabablarni kutadi. Shu uchun bunaqa insonlarga ko'proq ilmiy tasdiqlangan faktlar bilan, effektlar bilan, samaralar bilan, natijalar bilan tavsiya qilasiz. And now for some rapid fire facts. Uchinchisi emotsional xaridorlar. Bunday xaridorlar kimlarda qanaqa natija bo'lgan, mana shunaqa hikoyalarni xohlashadi. Misol uchun, menda yuzimda dog' muammosi bor edi. Men har xil kremlarni ishlatib ko'rdim va Oriflame'dan menga Navay seriyasidan dog'larga qarshi seriyani tavsiya qilishdi va ishlatdim. 2 haftada dog'larim ochardi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa hikoyalar bular uchun kerak. Ya'ni emotsional xaridorlarga shunday do-posli va hikoya orqali bularni ishontirishingiz va bularga tavsiya qilishingiz mumkin. To'rtinchisi shubhali xaridorlar. Bular juda ko'p o'ylanishadi, shubhalanishadi. Olsammi, olmasammi, effekti bormi, yo'qmi deb rosa o'ylashadi. Ularga garantiya va ishonch kerak. Mana shu mahsulotga garantiya beraman, ishonchli degan faktlarni berishingiz kerak. Sotuvni taklif va yopish modeli bor. Bu degani muammoni tushuntirish, insondagi muammoni ko'rasiz va uni tushuntirasiz, unga yechim ko'rsatasiz, qanday natija bo'lishini aytasiz, tavsiya berasiz va savdoni yopasiz. Siz agar boshidan muammoni aniqlamasdan turib mahsulotni o'zini gapiradigan bo'lsangiz, siz natijaga, ya'ni savdoni yopishga erishmaysiz ko'pincha. Keyingisi eng samarali savdo sotuv usullari. Bu 5 bosqichli sotuv formulasi bor ekan. Bu birinchisi salomlashish. Ya'ni insonlar bilan salomlashib, onlayn bo'lganda ham, offlayn bo'lganda ham, avvalo birinchi salomlik bilan iliq munosabatni yaratib, ishonchni hosil. Savollar berib, uni muammosini aniqlash. Ya'ni savollar beramiz.
tushuntirish orqali mahsulotlarni gapirish. Sizda shunaqa muammo bor ekan, bizda mana shunaqa yechim bor. Mana shu mahsulot shunaqa tarkibli shunaqa effekt beradi deb. 4-inchisi esa taklif qilish. O'zi uchun mosini tanlab oladi. Ya'ni biz mahsulotlarni taklif qilganimizda yana usullari bor. 3 xil kategoriyada taklif qilasiz. Bunda eng yuqorisi lyuksviy, o'rtanchasi va arzonini. Ko'pincha insonlar o'rtadagisini tanlaydi va yopish. Darhol sotuv usuli, o'ziga mosini tanlagandan keyin savdo qilasiz. Storytelling degan usul hozirda eng kuchli savdo usullaridan hisoblanadi. Ya'ni blogerlarda ko'p ko'rasiz bu narsani. Hikoya qiladi, odamlarni siyot orqali mana shu mahsulotga ehtiyojini uyg'otadi. Agar shu insonda shunaqa muammo bo'lsa, hikoyani eshitib, "O, menga kerak mahsulot ekan" deydi. Va do-после rasmlari bilan уже konkretniy mana shu mahsulotni olishga undaydi. Bu hozirda eng ko'p qo'llaniladigan usul. Siz ham Oriflame'da o'zingizni muammongizni hal qiladigan mahsulotni ishlating, o'z hikoyangizni yarating. Do-после rasmlarni olib insonlarga mana shunday taklif qilsangiz, %100 savdo bo'lishi mumkin. Life is good. Yechim orqali savdo qilish usuli bor. Bunda faqat mahsulotni gapirmaysiz. Masalan, "Men bu shampuni ol" demasdan, mana shu shampun mana shunday muammolarni hal qiladi. Shampoo, let's shampoo. Mahsulotni muammolar yechimi sifatida tavsiya qilishni o'rganishingiz kerak. Bugungi vazifamiz sizlarga o'z hikoyangizni yarating. Ya'ni sizda qanday muammo bor edi, Oriflame'da qaysi mahsulot orqali siz qanday natijaga erishdingiz. Shu narsani boshidan o'rganib borsangiz, o'zingizni Telegram kanallaringizda, Instagram, YouTube'larda bo'lishib borsangiz, nafaqat sizni tanishlaringiz, balki notanishlar ham mana shu mahsulotga qiziqib sizni komandangizga kelishi mumkin yoki mijoz bo'lib a'zo bo'lishi mumkin.